Kitab-ül İcara'nı açıqlamasa, Kitab-ül İcara'dan 3-4 ders oqub bo'lib ketganmiz. Faslun al-ujra'u mushtarakun kas-sabbaghi wal-qassar degan fasldan bir ders oqib to'xtab ketganmiz. A'udhu billahi minash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Nahmaduhu ta'ala hamdash shakirin wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وخاص كالمستأجر شهرا للخدمة ورعي الغنم ونحوه. Biz yuqorqi darsda ijara ahkamlari haqida to'xtalgan, oxirgi darsimizda yollangan kishilarning yoki ishlamchilarningki turlarini bayon qilib, ikki turga ayırgan. Birinci türü el-ajir el-mushtarak, yani hamma kishiga o'rtaq xizmat qiladigan xodimlar, ular masalan advokat yoki quruq jo'shdagi kishilardek yoki har turli hunar kasb qiladigan mozdoz, yog'ochchi degandek kishilarga o'xshaydi. Bular hamma odamga ma'lum xizmatni qilib berish qarshiligida ish qildilar. Ikkinchi turdagi kishilar ajir xos. Yani şu bir şahs, yoki bir şirket, yoki bir davlatga ham ishlaydigan, undan boshqalar ishlamaydigan xos yollanma ishchilar. Misol beribdi, kal mustajari shahran lil xidma. Masalan, bir kishini uy xizmati yoki ma'lum bir shirkat xizmat qilishga bir oy yollagan bo'lsa, bu kishi shu uyda xizmat qiladi, boshqa bir kimning xizmatini qilmaydi. Varayil g'anam yoki qo'y beqish uchun yoki bog'bonchilik qilish uchun xizmatga yollagan bo'lsa, bu shu bir shaxsga, shu bir o'ringa xizmat qiladigan xos yollanuvchi bo'ladi. Va nahvihi, shunga o'xshash har turli xizmatlar uchun yollangan kishilar. لأن منافعه صارت مستحقة للمستأجر طول المدة. Nima uchun degan chaqda buningdan foydalanilish, buning manfaatlari shu ijaraga oluvchininki haqqi bo'lib ketdi. Shu muddatning oxiriga qadar shu kishiga ham foyda yetkazdi, xizmat qiladi. Fala yumkinuhu sarfuha ila g'ayrihi. Undan boshqalarga manfaat yetkazolmaydi. Shaxsiy ishdan tushgan chaqda manfaat yetkazishi mumkin, lekin xizmat qiluvchi sifatida ham bu kishiga ham u boshqalarga teng ishlanmaydi. Mesela 8 saat işleydi desek 8 saatte yani başkaları işlenmeydi. Peki ücra müşterek olsa onun mu bunun mu işleydi. فَلِهَذَا كَانَ خَاصًا. Şuna bu khas yallanğıcı deb ataldı. وَيُسَمَّى أَجِيرَ الْوَحْدِ اَيْدًا. Yana şu fıkıh kitaplarda ya cemiyetli kişilerin ağzında أَجِيرَ الْوَحْدِ deb atıldı. Yani bir kişiye yallanğıcı diyen manda. ويستحق الأجرة بتسليم نفسه وإن لم يعمل. Yallanğıcı qaçan şaqqiga haqliq buludu dese, bu işlemisimi özünü tapşırış bilan şaqqiga haqliq buldu. Mesela bir oyunun xizmatini qilish uchun birisini yollagan bo'lsak, bir oy ishlab berishga, uy keldi. Kelgandan keyin u uyda ish bo'lsin bo'lmasin, ish bo'lsa qiladi, ish bo'lmasa, masalan, saqlab o'tsa, ma ishni qil deganga qadar kutib turgan bo'lsa, shu ishqa o'zini topshirib, xizmatga kelgan bo'lgandan keyin, u uyda ish chiqmasimi, garchi ish qilmasimi, ish haqqiga haqliq bo'ldi. Albatta, ish bog'lab, ma ishni qil desa, ish qilmay tursa, haqliq bo'lmaydi, lekin ish yo'qlab qilib, ish saqlab o'tsimi, haqliq bo'laverdi. Masalan, o'qituvchilar maktabga bordi, lekin ta'til o'g'achqa o'quvchilar bo'lmagandan keyin shu maktabda soat to'shqazdi yoki boshqa ishlar bilan bo'lib o'tasimi bir oylik maoshini ila yurdi demoqchi. Li'annaha muqabalatun bil manafi'. Li'annaha yani damir mishada al-ujra. Yani ish haqqi nimaning qarshiligida, nimaning muqobilida esa manfaat etkizish, xizmat qilish qarshiligida. وإنما ذكر العمل لصرف المنفعة المستحقة إلى تلك الجهة. Enbiyada ish qilish deb bu ishni tilga oldi. Nima uchun? Shu manfaatni, ya'ni ijara oluvchiga yetkazilishi kerak bo'lgan, ijara oluvchining haqqi bo'lgan manfaatni shu ijara oluvchiga yetkazish uchun bu ish bo'lmasa
yetkizgili bo'lmaydi. Shunga ishni tilab qo'ydi. Bo'lmasa, asli ishlamasimi, manfaatni sunishga, shu xizmatni qilishga o'zini topshirsa, haqli bo'lib ketaverdi. Va manafi'uhu sarat mustawfatan bit-taslimi taqdira. Ashi manafi'uhu yani manafi'ul ajiril khas, bunun menfaatlari, bunda oldigan payda sarat mustawfatan bit-taslim. O'zini yallig'ichiga topshirsa, men keldim mana xizmat bormi deb topshirish bilan uning manfaati ilinishga boshlagandek bo'lib ketdi. Taqdiran, ya'ni ag'andak hisoblab turamiz, mo'ljallab turamiz deydi. Amaliyat ishlamasimi, ishlagan hisoblab turamiz. Haythu fawwataha alayhi. Yani alayhi yani alal ajir demakchi. Chunki o'sha o'zini topshirish bilan u foydani boshqa odamga yetkazolmaydigan bo'lib qoldi. Masalan, sizning uyga kelib, "Ha, bugun sizning xizmatlarni qilish keldim" dedimi? U chaqda başka bir uyga berib xizmat qilolmaydigan bo'ldi. Shunami? Ash taslim fawwata alal ajir al-amal li ghayrihi degan ma'noda. Fastahaqqa al-ujra. Natijada yallanguchi shaqqiga haqli bo'ldi. Qala wa la yadmanu ma talifa fi yadihi. Ajir al-khas qo'lida yo'qolib ketgan, vayron bo'lgan, talafatga uchragan narsalarni to'lamaydi. Masalan, siz bir uyning xizmatiga birisini yollagan bo'lsanglar, yoki bir tam yasash uchun uyning tamchiligini qilish, uy yasash uchun unagan kasbni ekagan bo'lsanglar, bu ish qilib o'tib, masalan, uyda qochib o'tib, chini qo'ldan tushib ketdi. Yoki tamdan bir o'g'ri chirib, uydagi xizmat qildigan doiradagi narsani o'g'irlab ketsa, u to'lamaydi deydi. Yoki bulanch kelib qo'ldagi narsani tortilib olib ketdi, to'lamaydi. Lima marra. Çünkü bunun kolda bu narsalar amanat. Bunun taaddi ya taksir bulmasa, bunda bir bexutluq yoki o'zi chiqib o'tish, buzib o'tishdek, mana qasdlik bir taaddi bulmasa, jinoyat ishlamasa, bu to'lamaydi. Lima marra nima uchun desa, bu qo'ldagi amanat. Wala bi'amalihi idza lam yata'ammad al-fasad. İşlayotganda masalan, uyning qochilarini yuyitibdi. Qo'ldan chini tushib ketdi yoki sirlatibdi, qo'ldagi sirba to'ng to'kilib ketdi. Masalan, aynakni o'rlashtirman davatga aynak chiqilib ketdi xizmat qilayotgan chog'da. Qasdlik bo'lmasa, buzutay demagan bo'lsa, savallikdan bo'lgan bo'lsa, uni to'lamaydi. Li'anna al-ma'quda alayhi al-manfa'atu wa hiya salima. Chunki bu yerda biz nimaga to'xtamlashgan? Xizmat qilib berishga shundami? Manfaat xizmat qilib berish orqali manfaat yetkazish. Şunun öpüşken. Hizmet kılış bab oldu mu, bab olmadı mı? Sak halatda bab oldu. Yani tuluk hizmet kıldı bu. Vel ma'ibu el-amalu alladhi huwa li teslimul menfa'a. Enbiyada eyiplik boğan nasa şu menfaatini etkileş jaryanında bir kemlik olup kaldı. El-amalu alladhi huwa teslimul menfa'a desek buldu. Yani li teslimul menfa'a dettu. Şu menfaatini tapşırış jaryanında qilgan ish joyida bo'lmay qoldi deydi. Va huwa g'ayru ma'qudin alayhi. Bu yerdagi to'xtam ish to'g'riliq bo'lmagan. Ish to'xtamning obyekti bo'lmagan, lekin obyektimizda manfaat etkizish. Fala yakunu madmunan alayhi. Shunga uningga to'lam kelmaydi. Va li'anna al-manafi'a idha sarat milkan lil mustajiri. Yani qo'shimcha dalillar, ma yondashtirib kelgan dalillar Aşı işçinin yetkizdiğin payda, hizmeti, icarge ağuçının yani yallıguçının mülki bulup ketkendiken, kaçan şunda bulup kette, yallanguçu özüne tapşırgandan keyin, ama فَاِذَا أَمَرَهُ بِالْعَمَلِ اِنْتَقَلَ عَمَلُهُ اِلَيْهِ. Ettiğin öyle geldi, hemen hizmet teyyar edip, saat 8'de kelgen bolsa, ma işini kılan dedi, ma tamını boyan dedi ma, boyan degendiken intakala amaluhu ilayhi. Onun işi yallıgıçıga ötkelgendek oldu. Xuddi bu işini kim kılıvatı da hazır? Öygisi kılıvatkandak, hocayin kılıvatkandak. Li'ennehu yasiru naiben anhu. Çünkü yallıgıçının izbasarı boğandak olup gitti. Li'ennehu yani li'ennel ecira yasiru naiben anhu yani anil mustajiri.
فَيَكُونُ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ. Şuna xuddi o'zi qilgandeklan bo'ldi. Masalan, Sultan Ahmadni falon podshoh saptikan. O'zi sanmaydi. Xizmatchilarga soldirdi, lekin o'zi qilgandeklan bo'ldi. وَلِهَذَا قُلْنَا فِي أُجْرَاءِ الْقَصَّارِ وَالْخَيَّاطِ وَسَائِرِ الصُّنَّاعِ إِنَّ فِعْلَهُمْ مُضَافٌ إِلَى الْأُسْتَاذِ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ. Şuna biz tüvendeki türlük yallanğıçılar hakkında bulanın işleri ustazıga nispet verildi deyimiz deydi. Bir tamçı ustam tamçılık yerden sonra tövbe şeylerini yallap uluğa hak verip bunda işlerken bolsa bu çağda buzulgan naslini aş ustam özü tületti. Ziyan şunun boldu. Xuddi ma öyde birisini yallash için bir ekelsek onu kirib chiqqan talabetmi uyga sütlaydi demek. Qiyas şunday ibaret. Al-qassar, bu qassar degani biz baş tilga o'tdiq deymi? Kiyimni unda aqatib turadigan. Taş yoki ba'zi dorilar urib, oppoq aqatib turdi. Undan keyin unda boshqa rangda bo'ymoqchi bo'lsak, bo'yaymiz. Ya'ni bu bo'yashga tayyorlab turadigan kishi degandek. Burun shunday xizmatlar bor, hozir balki yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin. Masalan, gilamning jiplarini bo'yashda aldılan aqatib, her türlü serayat masalan, her türlü şunda junglarni yeshib, ondan keyin qizil yoki ko'k bo'yalg'ashli bor. Val hayyat tikimchi. Va undan boshqa barliq xizmatlarni, hunar kasblarni qildiganlarga qarta nima deymiz? Bularning ishlari ustoziga nisbat berildi. Masalan, ma uyni yasashga bir tamchi ustam bilan deyishgan bo'lsak, bu tamchi ustam shogirdlardan 7-8'ini elip kıldı o. Şogun deyimiz, uçu buçu deyimiz, aşında layıtıp birdiğen, suap birdiğen, kışını çöğürüp birdiğen, aşında nimilini ekegen bolsa, bu oyuna falan ustam sağan deyimiz. Emniyette bunu şagirdlere küçükürüp sal deşin ama ki ennehu fe'alahu bi nefsi. Xuddi aşadan özü sağan deklam, şu ustam özü sağan deklam, falan ustam saldı deydi. Şuna bu öyge kilip, muşu kişinin, muş hocayının hizmetini, şu hocayının buyruğu bilen kıygan çağda, muş hocayın özü kılıvatkandak bu işte. Mesela tamak etkizipti, pula etkizip, miman çağırıptı, silip bu öyge verip, şu pulanı yiyen çağda, pulanı bunda tamak etiptiken, pula kıptiken, yap geldik deysler. Ama emniyette bunu ustam kıygan. Şuna okşaş. Bu anda daman, kemmeydu, tülümeydu deyiş için, akli delillerinin birisi, yani bir xil qiyas qilib hazır. Mesela ikrah mulji olab qalsa, birisi mesela zo'lab bir narsa ish kuzgan bo'lsa, u ishgan kishi qilgan bo'lmaydi. Ama palani ish kuzdi deymiz. Gerçi onun og'zida o'tgan bo'lsa-mu, o majbur yetib turib ish kuzilgan kishi ishgan bo'lmaydi. Va ma talifa min amalihi damanuhu ala ustadihi. Shagird masalan bir narsani buzutib bunda qilgan bo'lsa, ustaziga mas'uliyat kiritdi. Şuna o'xshash, bu xo'jayinning uyda turib ishlayotgan bo'lsa, uning to'lami xo'jayinga keldi. Ya'ni zini xo'jayini bo'ldi, lekin yallanğıcı to'lamaydi. Lima annahu ajirun xas. Chunki bu xas yallanğıcı. Yani shagird olsun yoki uyga kelib xizmat qilib turadigan xas yallanğıcı bo'lsin, bularga to'lam kelmaydi deydi. Yani bu Hanefi mazhabining qarshi ve cumhur ulemanın karşı. Şafiilardan bir qarashda, cumhurlar o'xshash, yana bir qarashda bu ajir mushtarakqa o'xshash to'laydi deb qaraydi. Qala wa man istajara 'abdan falaysa lahu an yusafira bihi illa an yashritahu. Bir qulni birisi yallabdi. Yallaganikin buna şu şahada xizmat ishiltidi. Lekin safarga chiqish bo'lib qolsa, shart qilgan bo'lsa safarga elib chiqolmaydi. Lianna xizmat as-safari ashaq. Chunki safardagi xizmat texmi qiyin. Shahardagi xizmatdan. Fala yantazimuha al-aqd illa bi shartin. Shuna bu to'xtamga shart qilmiz kirmaydi. Al-aqd mishadi al-aqdul mutlaq. Yani safarga chiqamiz, yerim kun yardım qilib, yerim kun Urumchiga berib kelamiz, yardım xizmat qilasiz deb demaganlar bo'lsa, bir kun menga ishlab berasiz deb bunda to'xtam qilgan bo'lsa, bu aqd mutlaq bo'ldi. Yani shart qo'ysa, ondan safar qila oladi.
فإن استأجره للخدمة فعليه خدمته من السحر إلى أن ينام الناس بعد العشاء عملا بالعرف في الخدمة. Endi uy xizmatiga yollig'an bo'lsa, uy xizmatini qachondan tortib qilish kerak desa, sahar vaqtidan tortib xizmatni boshlaydi deydi. Nima uchun? Bizning urf-odat shunda. Sahar vaqtida masalan shu uyning egisi, uydagilar bomdodga uyg'undi shunami? Shu chog'dan tortib tayoratga suv tayyorlab, yotgan ko'rpalarni yuvishtirib, nashliq tayyorlab, qilgan ishlar boshlandi. Taki xuttandan keyin kishilar uxlagan qadar. Masalan, chirog'ini o'chirib, ishkini taqab, o'rallini silib masalan. Uyqu ketgandan keyin buning xizmati tugaydi. Amalan bil urf. Yani bu urf-odatga munosabat hozir urf-odat almashgan bo'lsa, 8 soat degan bo'lsa 8 soat ishlaydi. 6 soat degan bo'lsa 6 soat ishlaydi. Yoki shunda deyishgan bo'yicha bo'ldi. Va alayhi xidmatul bayti vad-dayfi دون الخبز والطبخ والخياطة وعلف الدواب ونحو ذلك. Qanday xizmatlarni qiladi? Albatta bu shu chog'dagi urf-odatdagi ishlar. Hozirmi bizning urf-odatimizdagi ishlarni qiladi. Ham shu chog'dagi urf-odatda nima ishlarni qilish kerak ekan? Uy xizmatini qiladi. Mehmon kelib qolsa, mehmonning xizmatini qiladi. Masalan, mehmonga tarik suv tayyorlash, masalan, kiyimiga dazmol sapirish degandek, shu ishlarni qiladi. Shu uyning xizmati doirasiga ishlar qatori kirdi. Kiyim-kechakni yuvib beradigan, tamoq etib beradigan, mashinasini yuvib beradigan masalan. Ularga ham xashak beradigan bunda xizmatlarni qildi. Mehmonning va uy egisining. Dunal xabz va tabxi val xiyata. Non yaqish, tamoq pishirish va tikimchilik qilish va ular chorvalarga ham xashak berish. Shu qatorliq narsalardan boshqa butun xizmatlarni qiladi deydi. Yani mishada bu turli ishlar uy xizmatining sirtida dedi shunami? Buni unda ikkiga ayirsak bo'ldi. Uyning masalan shu oilaga odatdan non yaqish masalan, non tayyorlash, yoki tamoq pishirish, yoki birisining ko'ngliga yetib ketgan bo'lsa buni yamash masalan. Bu ishlar uy xizmati doirasida. Ammo muqim masalan Navoiyxonning birda muqim ish qilsa yoki tikimchilik qildisa yoki oshxonada oshpazlik qilsa bo'lmaydi. Chunki bu uy xizmatiga deyishganmi? Uy xizmatiga deyishgan. Endi bu yerda hunar kasb qildirib, sirtda bir do'konda ishlatkisi bo'lmaydi demoqchi. Shunday tushunsak bo'ldi. Ya'ni uydagilarning tamoqini etib, ninni yaqib, kiyimi istib kelsa tikib, yangi bir kiyim bo'lsa tikib berib, bunda qilsa, ularni ham xashak berib biqib bersa bo'ladi. Ammo ash turli xizmatni ayrim shaklda bir do'kon, bir xizmat o'rnida qilib bermaydi demoqchi. Buni bo'lsa uy xizmati deb akilib, keyin oshxonada say qo'rish qo'yib qo'yibdi. Bo'g'anki uy xizmatiga deyishgan, oshxonada deyishmagan, deyishaqqa bor demoqchi. Walau ajara abdahu sanatan thumma a'taqahu fi khilaliha jaza al-'itq. Xo'jayin qulini ijaraga bera oladi. Birisiga yoldi, masalan, bir kun ishlab kelgan, faloni ishlagan deb ish haqini xo'jayin ola oladi. Bir yillik yollatibdi xo'jayin qulini. Thumma ataqahu. Bir yil to'shmasdan uni ozod qilib o'tibdi. Jazal atq. Bu yerda ozod qilish kuchga. Ozod bo'lib ketdi qul. Endi bir yillik to'xtamchi desa, bu yerda qulning ixtiyorligi bor. Wal abdu insha'a mada ala al-ijarati va insha'a fasakh. Ash qul hozir xo'jayindan ayrilib bo'ldi shunami? Azodgar bo'ldi. Hamda bir yillik to'xtamni 6 oy o'tgan bo'lsa 6 oy qolib qoldi. Qolmasa ixtiyorligi 6 oy ishlatib to'xtamni to'shqizib deysimi mayli yoki bo'ldimi azod bo'lib ketdim, endi men o'zim tijorat qilma, boshqa ish qilma, to'xtamni amaldan qoldirma deb qolsa ixtiyorligi bor deydi. Va ujratu ma madal sayyidi. Azod qilgan qadar o'tgan vaqt bo'lsa, 6 oy o'tgan bo'lsa, 6 oyninki shaqqini xo'jayin oladi. Va ma baqiya lil abd. Qolgan 6 oyning, qolgan vaqtninki shaqqini agar ash qul ishlab beray ma'qul, to'xtamni oxiri qadar tamomlab o'tay desa, o'zi oladi. Le'anna manfaatuhu ba'da al-'itqi lahu. Chunki uning yetkazgan foydasi ishi o'ziga. Fa yakun lahu badaluha. Na'anki uning shaqqini o'zi oladi. Va idza ajaza yani ajaza yani qul
mush yallash to'xtami yil oxiri qadar davomlashib ketsin ma'qul, tamomlanay deb kuchga ega bo'lsin, mush bir yillik to'xtam. Ma'zat bo'lgan bo'lsammi deb ma'qul kelsa, falaysa lahu fasquha ba'da zalik. Undan keyin uni buzutolmaydi. Masalan, 6 oy o'tgandan keyin azat bo'ldi, 6 oy qolib qoldi. Qolgan chaqda tamom kuchga ega debdi. Degandan keyin 1 oydan keyin yo'q, men to'xtab qolay demaydi dedi. Walaysa lil abd qabd al ujrati illa bi iznil mawla. Masalan, qulni ijaraga bergan bo'lsa, qulni yallatqizgan bo'lsa, bu qul o'zi men ishlagan va ish haqqini bering deb o'zi ololmaydi dedi. Xo'jayin oladi. Bu da azat bo'lmagan qulning gapi. Xo'jayin oladi. Xo'jayin masalan mush ish haqqini mush qulga bersang bo'ldi, men akab birdim shu degan bo'lsa, ondan u ola oladi. Bo'lmasa ololmaydi. Chunki uning bir qo'ysa xajlat bilan qolib o'tirishi mumkin. Faslun. Endi bu fasl qachon ish haqqini elish haqli bo'ldi degan masalani bayon qilish uchun. Wal ujratu tustahaqqu bi istifa'il ma'qud alayh. Ikki taraf deyishgan aşı narsani, aşı manfaatni to'liq elish bilan ondan ish haqqiga erishishga haqli bo'ldi deydi. Yoki bishtirat at-ta'jil, yoki oldi ish haqqini oldin birla deb shartlashib deyishgan bo'lsa, oldin birdi. Nima uchun desak, al-muslimun ala shurutihim degan bo'yicha. Aw bi ta'jiliha, yoki unda shartlashmagan bo'lsa-mu, masalan birisini bir kishi yolladi, ishni boshlashdan burun ish haqqini qo'liga berib o'tibdi. Mana bu ish haqqlari, mana bu kun ishlaylar deb bizga ko'yini berib o'tibdi masalan. Bir vaqtsa shundan haqli bo'lgan bo'ldi. Ya'ni bu yerda tustahaq degan mening ish haqqimni bering yoki men ish haqqini olaman deb qo'liga ola oladi demak. La'annal ujrata la tajibu bi nafsil aqd. Chunki ish haqqi shu to'xtamni qilish bilan vojib bo'lib ketmaydi. İmam Şafii rahmetullahi alayhi şu to'xtam bilan vojib bo'lib ketdi. To'xtamni qilgan chaqda, masalan, bir kun menga ishlab berasiz, men layetib berasiz dedi shunami? Shu chaqda 20 koyga bir kun ishlashga to'xtam qildimmi, ishni boshlashni pulimni beradi deyalaydi dedi. Ayollanguchi. Biz deymiz, pulni oldin berasiz deb shart qilgan bo'lsa, alolaydi. Yoki yollanguchi bir kunlik ishlab berasiz deb 20 koyni qo'lga tutqizib qo'ygan bo'lsa, oz bo'ldi. Yoki shu ishni qilib bo'lgandan keyin ondan ololaydi ish haqqini. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Yollanguchining ish haqqini uning tari qurib bo'lguncha berib o'tinglar degan payg'ambarning hadisiga asosan. Yani bu hadisdan qarasak, tari qurib bo'lguncha dedi tushunami? Demek bu ish qilib bo'lgan, ta'digan ishni qilib bo'lgan chaqda chiqadi demakchi. Yani islom kishilarniki yollash va xizmat qilish shu doirada kishilarning o'rtasidagi aloqani, munosabatni retga solgan. Ishchilarning haqqini so'rimlik qilmay berishga targ'ib qilgan. Bu hadisda mana chiqib turdi-ku. Darhol berib o'tinglar degan ko'rsatma bor. Walau wajabat bi nafsil aqdi lama jaza ta'khiru illa bi ridah. Ana bu İmam Şafii'ga raddiya. Siz shu to'xtamni qilish bilan shu ish haqqi vojib bo'lib ketadi, ish haqqini elish haqqi bor deysiz. Siz degan bo'yicha bo'lsa, lama jaza ta'khiru illa bi ridah. Rozi bo'lmasa uni kechiktirishga bo'lmaydi shunami? Lianna an-nassa yaqtadil wujuba ba'da al-firaq. Chunki ma hadis yani an-nass mishadiki a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu degan hadis. Bu nimani taqozo qiladi? Al-wujuba ba'da al-firaq. Ishni qilib bo'lgandan keyin ondan shaqqini berish vojib bo'lganligini ko'rsatdi. Lianna al-araqa inma yujadu bil-amali. Chunki tar degan ishlagandan keyin chiqadigan narsa. Va lianna al-manfaata la yumkin istifa'uha lada al-aqd. Yana bu manfaatni to'xtam qilgan chaqda topshirib og'linmaydi. Bu chaqda ish yo'q. Bir kunlik yolg'on bo'lsa, bir kun o'tsa yoki 1 soat o'tsa 1 soatlik, 8 soat o'tsa 8 soatlik manfaat og'il bo'lgan gap. Liannaha tahdufu shay'an fa shay'an. Chunki bu manfaat vaqtning o'tishi bilan qadam-qadam qo'lga keladigan narsa. 1 soat o'tibdi, 1 soatlik ish qildi. 5 soat o'tibdi, 5 soatlik ish qildi. 8 soat to'shgan chaqda endi 8 soatlik paydını aldan gap. Ve hiye aqdu muavadatin feyaqtadil musavata. Yani hiye, yani el-icara,
aqd muavada. Yani muavadatul manfa'a vel ujra deyli. Bu yerda manfaat bilan, yetkazgan manfaat bilan ish haqi almashilgan gap. Bunda almashtirish to'xtamidan iborat. Fayaqtadil musava. Shunga barobarlik bo'lishi lozim. Yani ani birisiz, mana olasiz degan ma'noda. Fala tajibul ujratu bi nafsil aqdi. Shunga to'xtamni qilish bilan shaqqa vojib bo'lib ketmaydi. Shaqni berish kerak bo'lib ketmaydi. Fa idza istawfa al ma'qud alayhi istahaqqa al ujrata amalan bil musava. Ashu to'xtamlashgan manfaatni to'liq olib bo'lgandan keyin ondan shaqqiga haqli bo'ladi. Shuningdan ondan tang barobarlik prinsipi bo'yicha ish qilgan bo'lamiz. Fa idza ishtarata at-ta'jila aw ajjalaha, masalan, yollanguchi shaqqini oldin berila deb shart qilgan bo'lsa, aw ajjalaha yoki yollanguchi shaqqini shartlashmagan bo'lsa, oldin berib o'tgan bo'lsa, faqad radiya bi isqati haqqihi fi at-ta'jil. Radiya yani radiyal mustajiru, yani ajjalaha degan ma'noda. Oldin berib o'tib qolsa yoki oldin berishini shart qilsa ma'qul kelgan bo'lsa, yollanguchi keyin berish haqqidan tanozul qilib oldin berib o'tgan bo'ldi. Fasqut. O'zi haqqidan tanozul qilgan ekan, saqt bo'lib ketadi. Yuqorqi hadis atul ajira ajrahu qabla yajif araquhu degan ma kitobning tahqiqida isnaduhu qaviy debdi. Imom Tahaviy Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatni. Lekin Shayx Albani Hazrat Ibn Umar radhiyallohu anhudan qilgan rivoyat Ibn Majahda kelgan, buni sahih deb hukm qilgan. Yani hadis sahih. قال وإذا تسلم العين المستأجرة فعليه الأجرة وإن لم ينتفع بها. İjarga ilingan narsini topshirib olgan bo'lsa, uningdan foydalanmagan bo'lsa-mu, kirasini yoki ijara haqqini to'lash lozim. Lianna taslim al-manfaati g'ayru mumkin. Chunki manfaatni mana iling deb gachi beritilgan narsa emas. Unda topshirib bo'lmaydi. فأقيم تسليم العين مقامها ليتمكن من الانتفاع. Şuna aşinasın özünü tapşırış menfaatning o'rnida qo'yilgan. Foydalanish uchun. Masalan, bir do'konni ijaraga berdik yoki bir mashinani ijaraga berdik. Bir oylik deb shunama. Lekin bu bir oy ichida bu kishi ma'lum savollar tufaylidan bu uydan foydalanmadi. Bu mashinani haydash nasib bo'lmadi. Boshqa ishlarga aldirish bo'lib ketib qoldi masalan. Foydalanmadim desa bo'lmaydi. Shu o'yin topshirib berdimi, bir oy o'tgan bo'lsin, o'tmagan bo'lsin. Pulni to'lash kerak. Yotoq tushdik, yotoqning ochqichini ilib, lekin biz tuqqanning uyida qonab qoldik, bir sutka o'tib ketdi. Biz bu yotoqda yotmagan to'q deb tura olmaymiz. Yotoqning pulini to'laymiz. Shunga o'xshash. Fa in ghusibat minhu saqatatil ujra. Ijaraga elingan narsa uningdan bulib olingan bo'lsa, tatib olingan bo'lsa, bu chaqda shaqqa to'lash majburiyati bo'lmaydi. Minhu yani minal mustajir. Ijaraga oluvchining qo'ldan tatib olinadi. Masalan, bir mashinani ijaraga oldi, og'am bilan bu mashinani bulonchi bulib oldi. Yoki saqchi buning rasmiy to'liq emas ekan deb saqchi tatib olib ketsa, bu chaqda ijara to'lamaydi. Li'annahu zalat tamakkunu. Chunki bu yerda bunun foydalanish, ishiltish imkoniyati yo'qolib ketdi. Fabatalat, yani bu yerda ijara to'xtam bekor bo'lib ketdi. Lima bayyana annaha tanqidu shay'an fa shay'an. Biz yuqorida bayon qilgan shu asosga binoan, yani u asosni mettasi bu manfaat paydin pay qadam qo'lga tegilgan narsa. 1 soat o'tsa 1 soat foyda keladi, bir kun o'tsa bir kunlik foyda keladi. Walau ghasabaha fi ba'd al-muddati, agar bir kunlik mashina ijaraga olgan bo'lsa, masalan shu bir kun ichida ketayotgan chaqda bulangchi ya saqchi tatib olgan bo'lsa mashinani, saqatat hissatuhu lima bayyana. Qanchalik muddat foydalanib bo'lgan bo'lsa, shuning ijarasini to'laydi, qap qolganninkini to'lamaydi. Shuning nasibasi bo'yicha shaqqi yoki kirasi tushib ketadi deydi. Lima bayyana degan yuqorida biz bayon qilgan sababga asosan, ya'ni tanaqidu shay'an fa shay'an. Hozir mashinani atgan soat 8 da ijaraga oldik. Tushgan chaqda saqchi tatib yoki o'g'irab ketdi. Yarim kunlik kirasini beramiz, yarim kunlikni bermaymiz.
Çünkü yarım kunlikini biz foydalanmadik. Qala ve li rabbid-dari en yutaliba bi ujrati kulli yawmin. Uyni ijaraga bergan bo'lsa, her kuni shu kunlik ijarani talab qilish haqqi bor deydi. Yoki her aylıkni, yoki her haftalikni, yoki her yillikni. Yani bular o'zaro deyishgan bo'lsa, shu bo'yicha, masalan, 1 yillik desa 1 yillik, 6 oylik desa 6 oylik. Her ayda birimiz deyishgan bo'lar, her ayda. Her 15 kunda ya her hafta degan bo'lsa, shunda shu bo'yicha bo'ladi. Lekin unda deyishmagan bo'lsa shu, deyishmagan taqdirda aslida her kunlikni talab qilish haqqi bor deydi. To'xtamda faqat deyishmagan bo'lsa, her kunda şu kunlik ijarını talep qilish haqqi bor. Va kada jamil aqar. Shunga o'xshash uy olsun yoki turlik, masalan, do'kon, bino, turlik qurilish, aqya, shu hammasi shu qatorda bo'ldi. لأن أحد العوضين صار منتفعا به مدة مقصودة. Çünkü almashtırdığı narsa ikki bir yerde. Biri uydan foydalanish, yani birisi pul. Yani bu almashtırgan ikki narsaning birisi ma'lum muddat ichida foydalanadigan narsa bo'ldi. Masalan, mudda maqsuda degani al-yawm, masalan, bir kun. 20 soat ichida foydalanish bu bir o'lcham desak, masalan, yotoqda yetish qo'shudimi shu. Fayajib an yakuna al-iwad al-akhar kadhalika tahqiqan lil-musawat. Undaqda uning bedeli, yani topshirilgan narsaning yana birisi qarshiligidagi narsa, u mo shunda bir kunlik bo'lish lozim. Shunda bo'lgan chaqda bu yerda barobarlik kelib chiqadi. Barobarlikni o'zi chiqargan bo'lamiz. Va qadiyatu ma zakarna, qadiya degan so'zning ma'nosi buning taqazzosi degan ma'noda. Qadiyatu ma zakarna, biz yuqorida bayon qilgan mazmunninki taqazzosi yoki yuqorida biz bayon qilgan mazmun nimani taqozo qiladi desa, anna lahul mutalabatu sa'atan fa sa'a. Yani yuqorida biz tanaqidu shay'an fa shay'an dedik. Yani shu uydan, mashindan har bir soat o'tsa bir soatlik foydalanib mangdigan narsa. Yani bu nimani taqozo qiladi shu gap? Her soatda shu soatning shaqqini, kirasini berish lozim deydik aslida. İlla anna fihi harajan aziman ve dararan zahiran. Fakat anda bunda qilgan ahvolda bunda qiyin avarulash ishlar kelib chiqadi va ziyon uchrash ahvoli kelib chiqadi. Vaqtimiz ketadi bunga. Faqaddarnahu bil yawmi taysira. Shunga biz qulaylashtirish jihatdan bir sotkini o'lcham qilib bekitdik. Va li anna la na'rifu hissata kulli sa'atin. Yani biz bazı ahvallarda mesela her bir saatninki tegishli kirası qancha pul buni bilib ketkilim bo'lmaydi deydi. Bazı ahvallarda. Yani bazı ahvalda hisoblab chiqsa 24 soatga bo'lsa her bir saatdan chiqishi mumkin. Qala wal jammalu bi ujrati kulli marhalatin. Al jammal tugichi desak bo'ldi. Wal jammalu bi ujrati kulli marhalatin. Tugichi her bir kunlik masofa mangan chaqda shu kunlik kirani talab qilish haqqi bor deydi. Tugichi yoki mashina egisi, avtobus egisi deydi. Albatta bu ham shartlashmagan holda, shartlashib paloniyaga munda deyishgan bo'lsa shu bo'yicha bo'ldi. Shartlashmagan ahvolda bir kun minib bo'lgandan keyin ma bir kunlik kirani to'lasizlar deyish haqqi bor. Marhala bu bir kunlik masofa, bir kun demasdan piyoda yoki uloqliq normal minishda bosadigan masofa, yani 40 kilometr atrofida Qashqardan otishga chiqqandek bir orliq. Aytganda kechgacha bir karvon piyoda mangsa, shu 40 kilometr atrofida manglaydi. Orliqda damlab, tomoq yeb, namoz o'qib, undan yursa 40 kilometr mangadi. Lima bayyanna, yuqorida biz bayon qilgan bo'yicha bir kunda biz o'lcham qilib bekitdik. Qulaylashtirish uchun. Wa an Abi Yusuf rahimahullah idza sara thuluth at-tariq aw nisfahu lazimahu at-taslim. Abu Yusuf rahmatullohi alayhidan kelgan bir rivoyatda yo'lning 3dan 1ini ya yerimini besib bo'lgandan keyin pulni topshirish lozim. Biz odatda masalan Saudiya Arabistonda Jiddadan Makkaga mangsak taksichi 5 kilometr manganda
mayponkitga kelib ama şaqın to'latinglar, may qachilatdim deb turadi. Yoki yerimi kelgan chaqda deydi, yoki bak insofli qilib qolsa, isil olib qolsa, Makkaga akirib bo'lib, haramning oldiga tushiradigan chaqda buni bilan aytadi. Yani bunu bunda bayon qilib qo'ysa, musulmonlarimiz bu shariat ahkomlarini bilsa, talash tortish, jidal chiqmaydi demoqchi. Birisi qo'yib, yo'q mana shu Makkaga achirib qo'ygan chaqda haramni ko'rib, haramning oldiga tushgan chaqda andin berma bo'lmas, bermaymiz, taksichi bilan bo'g'ishib qildigan bo'ldi. Va an Abi Hanifa rahimahulloh, Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan kelgan bir rivoyatda idan qadatil muddatu va intaha safar. Shu bir kun to'liq o'tsa, uy ijaraga berganda yoki bir kunlik minish kiralangan bo'lsa, bir kun to'ssa yoki safar oyoqlashganda, masalan, haramga akirib qo'ygan jiddidan haramga akirib qo'ygandan keyin va huwa qawlu Zufar. Bu Zufar rahmatullohi alayhinki qarshi ekan. Bu yerda an Abi Yusuf va an Abi Hanifa dedi. Nimani ko'rsatdi? Yana bir rivoyat bor. Ha, yana bir rivoyat bor. Hozirgi ولرب الدار أن يطالب بأجرة كل يوم والجمال بأجرة كل مرحلة ديان مشو أصحابنا يعني إمام أبو حنيفة أبو يوسف محمد نينكي قرشه ها ظاهر رواية كاين قرشه لكن بولدن anda başka rivayetli kaygan acizrak rivayetler. Yani bu zahir rivayetge karşı halatta Abu Hanife'den kaygan yani bir rivayet dedi. İzan qadatul muddetu ve intaha sefer diye muş qaraş Zufar'ın qarışı. Yani Zufar'ın o zahir rivayet bu qarışı emas, bu Zufar'ın özünün qarışı ekan. Abu Hanife ve Abu Yusuf'tan ikkilendi iki xil qaraş kelgan. Zahir rivayetda anda, g'ayri zahir rivayetda bunda. Yani Zufar degan manzilga apirib bo'lgandan keyin, yetkizgandan keyin andin kirani biran deyalaydi deydi. Li'annal ma'qud alayhi shay'un wahid. Chunki bu yerda to'xtam nima ustiga bo'lgan, asha apirib qo'yash degan. Yetkizish, nima? Ve huve qat'a hadil mesafe. Mana mushu masafani besib, aşağı apırıp qo'yash. Yoki mushu bir kun ichida mushu uyda o'ltirish, mushu yataq tetish. Fala yanqasimul ajru ala ajza'iha kal amal. Shunga bir butun ish deb qarasak, uni parchalar bo'lmaydi. Xuddi masalan polo itish desak, bu polozning sevizini qo'rishga manchpulliq, dumlash manchpulliq digil bo'lmagandek, ana masalan yataqni qilsakmi, u yataqning bir soati deb manchpulliqda bo'lgil bo'lmaydi, ama mesela yatakta yatgan kishi 4 soatlar uxlab chiqibdi. Lekin yataqqa bir so'killik pul to'lash lazım. Men 4 soatlar turgandan demaydi-ku, shunga o'xshash. Wa ka'anna Aba Yusuf rahimahulloh aqama thulutha aw an-nisfa maqama al-kulli ala aslihi. Xuddamda yana bir rivoyatda, g'ayri zahir rivoyatda Abu Yusufning 3dan 1 ya yerimini besib bo'lsa, masalan yoki yataqda yotgan bo'lsa 3dan 1 ya yerimini yataqning puli to'lating deyalaydi dedi-ku. Bu hamda 3dan 1ni yoki yerimini maqamal kul deb hisoblab bunda qilgan bo'lishi mumkin. Ala aslihi, yani İmam Abu Yusuf'ninki ko'p masalalarda ashuna rubani ya thuluthni ya nisfni bütün narsani o'rnida qo'yib turib hisoblaydigan bir qoidasi bor. Shu qoidasi bo'yicha mushu masaladami yo'lning 3dan 1ni yerimini basgan bo'lsa, hammani besib bo'lgandeklar muomala qilamiz deb mushu hukmni chiqargan demakchi. Ala qoidatihi fi kathirin min al-ahkam demakchi. Chunki al-asl degan so'zni biz nima dedik? Al-asl dalil degan ma'noda keldi. Shunami? Al-asl al-qoida degan ma'noda keldi. Al-asl al-maqis alayh fil qiyas. Üç türlük ma'ni keldi dedik, mishada ala qoidatihi demakchi. İmam Abu Yusuf'ninki ko'pincha masalalarda bunda bir qoidaga tayindi demakchi, ala aslihi. Wa javobuhu ma bayyana. Lekin uningga nima bir deyvermiz, yuqorida biz bayon qilgan bo'yicha javob beramiz. Liannaha tahdusu sa'atan fa sa'a, lekin bunda qiyinchilik bor, qiyinchilik bo'lg'achqa, shunga endi bir kunlik hisoblaymiz demakchi. Yuqoridagi javobning mazmuni shu. ثم رجع أبو حنيفة إلى ما ذكرنا أولا. منا أبو حنيفة رحمة الله عليه دست لبتا مش قرش بلبت كان. كين ظاهر رواية كأجن بويشة مش قرش آخر قرش كان. شو أبو حنيفة من دابر قرش مكأجن، لكن كين مش بركن ألشم قلشقة تختلغان مكتة. يعني إلى ما ذكرنا أولا دقنا
Yani her bir marhalani baskan çağda, bir kunlik yolunu baskan çağda şu günün kirasını talep kılalaydı o. Yani bu yerdeki delil nima? Nima uchun shunda bekitdi? İstihsan, yani teysiran ve raf'an haraci ve dararı demekçi. Çünkü her bir saatte abdüzü ketyapmiz, her bir saat o'tgancha sho'broq bir soatlik pul yig'imi, yani bir saatlik pul yig'imi, aeroplanni olsam shunda masalan. Yotoqda yasaqmi har bir soat ish qilib, ma bir soatning pulini to'lating deyilmaydi. Qala va tamamul khabz ikhrajuhu min at-tannur. Masalan birisini nay yaqib berishga yolladik. Nay yaqib bergan bu nonni yaqitiblan tonudan ta qo'mirab bermay, hemen vazifam adavulda pulni basima ketma deyolmaydi dedi. Qachon oyoqlashi buni xizmati? Tonudan nonni qo'mirab bergandan keyin. Non yaqtirmoqchi bo'lgan vaqtimizda navoy nonni tonudan qo'mirab bergandan keyin bizga topshirib berdi. Shu chog'da shaqilni baslar deyiladi demakchi. Ve kezalkel acurru. Pişqishmi shunda. Xumdanchi qishni xumdandan chiqib bergan chog'da shaqilni ba deyiladi. لأنه لا ينتفع به قبل ذلك. Çünkü aşın asıldan aş iş bitkengi kadar to'liq foydalanılmaydı. Mesela nanni to'nudik chog'da yegilib bo'lmaydi. Ama pishqishni mo xumdandan obdan pishib chiqmagan chog'da foydalanilib bo'lmaydi. فلو احترق أو سقط من يده قبل ذلك. Eğer kuyup ketib qalsa, nan kuyup ketdi shunama, yoki nonni yaqish jarayonida qo'ldan tushib ketdi. Fala ajra lahu li halakihi qabla at-taslim. Uni topshirishdan burun buzib ketgan bo'lg'achqa shaqqi talab qilish haqqi bo'lmaydi. U chaqda uningga ish haqqi berilmaydi. Chunki bu topshirishdan ilgari alaqalab ketib qoldi. Mesela manchinan yaqib berish dedikmi? 100 gizli yaqib birlar degan bo'lsak, 90 ni yaqib 10 ni tushirib qoldimi? Biz 90 ni ish haqqisini beramiz. İşte san bo'yicha tomonlanib berishga deyishgan. Mavadi manchinasini bunda berishga degandan keyin 90 ni yaqib 90 ninkini oladi. Uni tushirayotgan bo'lsa, ko'ydirayotgan bo'lsa, uning ish haqqisini bermaymiz. Yani taqa u to'laydi. Chunki bu o'zining qilmishi tufayli buzib ketgan. Yani bu navoy bu yerda ajir mushtarak bo'lg'achqa to'laydi dedik. Biz ajir mushtarakda agar bu narsa uning qo'lida omonat to'lamaydi dedik, lekin ishini joyida qilmay, uningda bir qusur ishlab qolsa, buzitish sabab bo'lsa to'laydi degandik. Undan keyin bu yerdami navoy va xumdanchilarmi non bilan qishni buzitib qolsa to'laydi. Çünkü o özünün qilgan ishlagan qusurlari sababidan bo'lgan. Ve in halaka ba'da al-ikhraj bighayri fi'lihi fala daman alayh. Demek ki yuqorida fala ajra lahu li halakihi qabla at-taslim dedi. Shaq berilmaydi. Yana u to'laydi deydi. Ana aslini buzatdan deb sen ishini joyida qilamiding deb to'laydi deydi. Hemini buzatganlik hokazo. Lekin to'nudan saq qo'mirab berdi nonni. Undan keyin boshqa sabablar tufaylidan, masalan, o'g'rab qochdi yoki yomg'ir yog'ib non buzib ketib qoldi masalan. Bunday qolsa, uni to'lam kelmaydi. Shaqqini elayverdi, chunki o ishini joyida o'rinib bo'lgan. Li'annahu sallamahu haythu wada'ahu fi baytihi wa lam yahlik bi fi'lihi. Chunki nonni ubda yaqib, pishirib, qo'mirab topshirdi, uyiga qo'yib qo'ydi. Uning ishi bilan vayron bo'lmadi. Uningda hech qanday jinoyat sodir bo'lmagan ekan, to'lamaydi, shaqqini elayverdi. Bu odamda yolg'uvchining uyida yaqqan bo'lishi mumkin, o'zining uyida yaqqan bo'lishi mumkin. Yolg'uvchining uyida yaqqan bo'lsa, nonni qo'mirab, sufida qo'yib qo'ydimi, keyin u qanday chadaq chiqsa, uyning egisi o'zi ko'tardi jan. Qala va tamamut tabxi gharfuhu. Ana birisini tamoq etishga yollagan bo'lsak, bu ish qachon tamom bo'ldi? Tamoqni usib berish bilan. G'arf degan usish. Shuni chumishni mag'rafa deymiz. İnkana valimatan bu anda mesela çoğun daşqaza asqan bir to'y bo'lsa mesela. Valima degan to'y. To'y ziyafati. To'yda mesela yo'g'on daşqazanni biz pola etishga bir aşpazni taklif qilishni ama polani dam yugizib, pishirib, tuvoqni ichib turiblam, ishim bor deb kesib bo'lmaydi. O'zing usullanlar. Çünkü bu usishmi nati japaliq ham texnik talab qiladigan bir ish. Hammadan usanmaydi uni.
o'lchab uslanmaydi. Masalan, biz ya jiq az yig'ishib usib qilishimiz mumkin. Bir oshpazni to'yga tomoq etib berishga yollagan bo'lsak, u tomoqni usib bergandan keyin unda haqqini talab qila oladi. Va in tabaqa qidra ta'amin li sahibihi falaysa alayhi al-gharfu lil-urfi. Yani bir uyning kishilariga masalan bir qozon tomoq etib berish, kichik bir ish deyiladi bu. Jiq bir ishlar ketmaydigan, hadi uyning eglarini qilib oladigan ishlar. Bunda bo'lib qolsa falaysa alayhi al-gharfu lil-urf. Urf odat jihatdan usib ketsa demaymiz. 10 kishilik tomoq etib berishni qilibdi, qo'rdoqni qilibdi, qiyonikilar o'zlari usvaslarni aldiraytib ketsa tamom deymiz. Chunki uydagilar buni qila oladigan ish. Lekin o'g'on dashqazon to'y bashilik kishilik narsani biz qila olmaymiz. Bunda. Qala va tamamu darbil labini iqamatuhu. Qish quyishga adamalgan bo'lsak, qishni quyib, qish qatgandan keyin, tiklab bergandan keyin ondan shaqni talab qiladi demoqchi. Qish quyib berishga yollagan bo'lsa, qachon tamom bo'ldi bo'lsa, quygan qishni unda o'rnidan da tiklab qo'yish. Yerga quyimizga, buniki yerdan qumrab, yanti qo'yib qo'yamiz mana. Qurish uchun. Ama shu chaqda tamom bo'ladi. Ondan shaqni talab qiladi demoqchi. Va qala tashriju. Tashrij degan üst-üstiga tizib berish. Üst-üstiga dastlab tizib bergan chaqda ondan ishni tamomlagan bo'ldi debdi. Ondan shaqni talab qiladi demoqchi. Va qala ya'ni as-sahiban. Demak, ishkalan farqi nima? Biri qishni quydi, quyga yerdan qumrab, shundan da tiklab qo'yib, dan kesib bo'ldi dedi. Endi yana ma ishkalanning qarashida yerdan qumrab tikilgan qishni hammani bir yerga bunda üst-üstiga dastlab tizib berishi lozim dedi. Demak, bu yerda Abu Hanifa yerdan qumrab tiklab baslan bo'ldi dedi. Sahiban hammani üst-üstiga dastlab tizib berishi lozim. لأن بالتشريج يؤمن عليه الفساد. Ayna tizib bergandan keyin ondan buzib ketmay saq turdi. Ammo yo'lab ketgan bo'lsa, endi shamol chiqsa, o'rilib ketsa suv ketishi mumkin. Va huwa min amalihi urfan. Ash tizib berishmi urf odatda qish quyib beruvchininki vazifasi. Fayalzamuhu. Shu ishni qilib berishi lozim. Bu urf odatga munosib ekan. Urf odatda hozir masalan qanday qilib bilan kessi bo'ldi deb urf odat bo'lsa, shu bo'yicha qildi. Va li Abi Hanifa rahimahulloh anna al-amala tamma bil iqama. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining dalili buni yadun qumrab bilan yantu tiklab qo'yish bilan ish tamom bo'lgan bo'ldi. Li annahu yumkinu al-intifa'u bihi min ghayri khalalin fala yazimuhu shay. Chunki qishning egisi ashun foydalanay desa foydalanoladi. Hech qanday chataq chiqmaydi. Fala yalzamuhu shay'un akhar. Fala yalzamu al-ajira shay'un akhar demak. Yani yallanğıça onun başka iş qilib berish kerak emas. Va tashriju fi'lun akharu. Ham tizib berish degan boshqa bir ish. Fala yalzamuhu. Shu uni qilib berish kerak emas. Illa bi shart. Shartlashgan bo'lsa, qishni quyib, qo'mrab, tiklagandan keyin, qurgandan keyin tizib berla, ya mashinaga besib berla degan bo'lsa, u chaqda shu bo'yicha bo'ldi. Bo'lmasa majburiyat yo'q. Walau kana fi ghayri mulkihi, agar yallig'uchining mulkida bo'lmaymas, o'ylista, ziminida qilmay bu qish quyishni, boshqa bir ommaviy so'rinlarda, soy maydonlarda qilgan bo'lsa, fama lam yusharrijuhu va yusallimhu ila al-mustajir, uni tizib, dastlab yallig'uchiga topshirmasa, shaqqiga ega bo'lmaydi. Va huwa fi damani, topshirgan qadar uning kafolat qiladi. Buzvasi to'laydi. قال ومن لعمله أثر في العين كالصباغ والخياط والقصار. Yani bazı yallanğıcı xadimlar, iş xizmatçilarininki qilgan ishi, qilgan ishlagan narsada izi qoldigan ahvol bor, asari qoladi. Shunami? Kasabbag. Masalan, bo'yoqchi qizil bo'yapti, bu qizil bo'yash shu raxtda yoki kiyimda qoldi. Val xayyat tikimchining tikkan jiplari shunami nimada qoldi. Val qassar. Qassar deganda biz kiyimni bo'yashga tayyorlab aqatib qo'ydik. Aqatish degan bir ap-aq asar qoldi demakchi. Yahbisuha hatta yastawfi al-ajra.
Yani bu işlegan narsa bir iz qoldimi? Qoldigandan keyin buni amsi ish haqqini topshirsizlar, undan berma. Bo'lmasa ektanmaylamani deb qo'lda tutib qilish haqqi bor deydi. Mesela kiyimni bo'yashga yolladi deylar. Ma 1000 tal yog'liqni qizil bo'yab beriladi dedimi? Qizil bo'yidi. Bo'yagandan keyin bu oq yog'liq qap qizil bo'ldimi? Bo'yash asiri qoldi. Halikan keyin sizlar ayolni olib ketay degan chaqda pulni berib olib ketdilar. Bo'lmasa yog'liqni bermayman deyish haqqi bor deydi. Li'anna lahu habsu sabghihi va g'ayrihi. Chunki u o'zining ishlatgan rangga yog'liqda rangi qoldi hozir. Yoki tikimchining nimasi qoldi? Jip qoldi. Yoki aqatquchining do'rilari qoldi. Aq do'ri ishlatgan bo'lsa qoldi. Shunga ma yog'liqdagi rang mening bunda deyiladi. Va g'ayrihi yani g'ayri min al-khayt va aq sopon degandek narsa. Bi habsil mahalli hatta yastawfiya thamanahu kal mabi'. Shunga xuddi bir narsani sotgan bo'lsa, pulni bersalar unda olib ketilmaydi deganga o'xshash. Buni mo tutib turish haqqi bo'ladi. Qala fa in habasaha fada'at la shay alayhi. Agar tutib turdi, pulni berib olib ketdilar, bo'lmasa bermayman deb turib qoldimi? Shu chaq tutib turgan chaqda yo'qolib ketsa-chi, to'lam kelmaydi. To'lam kelmaydi. Li'annahu amanatun fi yadi. Chunki bu amonat saqlagan o'xshash. Amonat saqlovchi ta'addi qilmasa, qusur ishlamasa to'lamaydi. Wala ajra lahu, lekin ish haqqi yo'q deydi. Ish haqqi berilmaydi. İmam Abu Hanife rahmetullahi alayhining nazarida ish haqqi berilmaydi. Chunki ish haqqidan foydalandimi desa, foydalanmadi. Va indahuma, yani va indahuma degandiklar sahiban bunda qaradi dedik, shunami? Demak, yuqori qarash kimniki ekan? Imomniki ekan. Huwa madmunun ba'dal habsi ka qablihi. Uni tutib turgandan keyin to'lam keladi deydi. Ka qablihi tashrij masalasi deylar. Bir maydonda qish qo'yib, undan keyin tizib topshirib bermaycha to'lam keldi va huwa fi damanihi degandik. Shunga o'xshash, bu tutib turgan bo'lsa to'lam keladi, yuqorqi masalaga o'xshash. To'liq topshirib bo'lgandan keyin andin mas'uliyatdan qutuladi demakchi. Fa in daminahu ma'mulan falahu al-ajr. Yani bu yerda hozir ishlatuvchining ixtiyorligi bordek. Agar xolisa bu ishlanib bo'lgan narsa qanday xizmat qilinib bo'lgan, to'ltiman deb qolsa, qanday bo'ldi? Ish haqqini berdi. Masalan, bir yog'liqni bo'yidi shunami? Bo'ygandan keyin buningki yog'liq 10 koy, bo'yash haqqi 1 koy ekan. Yo'q to'laysa deb qolsa, 10 koy to'laydi. Hamda to'ladi. Lekin bu to'lagan yog'liqda 1 koylik ish qilganmi? 1 koyni qaytarib 9 koy to'laydi demakchi. Va g'ayri ma'mulin la ajra lahu. Agar ishlanmagan holatda to'ltishilib qolsa, yog'liqni topshirgan chaqdagidek to'lab bersangiz desa, u chaqda ish haqqini to'lamaydi. U chaqda shu 9 koylik yog'liqni 9 koy to'laydi. Yani 2816. Yani bu iz qolgan bo'lsa demakchi. Ba'zi iz qolmaydigan narsalar var masalan. Qala va man la athara li amalihi kal hammali val ghassali laysa lahu zalik. Mana. Qilgan ishininki iz qolmaydigan. Yani shu narsalarda iz qolmaydi deydi. Ashunda kishilar bo'lib qolsa, masalan hammal va kiyim yupirdigan kishi laysa lahu zalik. Laysa lahu habsul ayn deydi. Yani aşı narsini tutturanmaydı o deydi. Mesela hammal ma tağanı bazağa dükkanға apırıp birisiz ama apırıp bade. Apırıp bagendan keyin pulni bermesem o tağanı bermeyme deb tutib turanmaydı deydi. Çünkü o kimning mali? O malni berdi. Malni berib shaqini ber deb eslasi bo'ldi. Lekin tağanı bermay turib shaqini bermesem tağanı bermeyme diyemeydi deydi. Çünkü o tağada hech qanday ya tağanı boyumida ya tağanı tikmida hech qanday bir asar qolmadi dedi. Li'annahu laysa lahu aynun yahbisuha. Yani onun tutulduğu münaqimtu mavadedigan minasi yo'q. Tağa igisining haqqi. Wal ma'qud alayhi nafsul amal. Bu yerda to'xtam nimaga bo'lgan? Opirib birishga, yupirishga bo'lgan. Fala yutasawwara habsu. Opirib birishni, yupirishni yo'q, men münaqimtu men tutib olaman deb bermay turib olishga bo'lmaydi. Tutib turib olish tasavvur qilib bo'lmaydi.
فَاِنْ حَبَسَهُ فَهُ غَاسِبٌ. Eğer onu tutup durarsa, tağanı vermeyi durarsa, bu tağanı bulup dalağandek buldu. بِخِلَافِ رَدِّ الْآبِقِ حَيْثُ لَهُ حَبْسُهُ عَلَى الْجُعْلِ. Ama kulunu tepip tutup ekip biriş meselesi bunu okşamaydı dedi. Yani bu hilaf diyen gep nereden çıktı? Asli bir itiraz var mı? Hammal tağanı tutup duranmaydı o şaklında ben sen tağanı vermeymen dese bireylen deydi. Mesela kul kaçıp gitti, ikisinden kaçtı. Abdülabik bir kim bu kaçkan kulunu körep kalsa onu tutuş hakkı var. Hangi adam olsun bir kimi uçursa gerçi tutuluş hakkı var. Tutulalaydı. Lakin adet öyle insanı bir kim tutulamaydı o an tutulalaydı. Yani bu kulunu tutkan kişi mesela sakçıga ya ilgisi kitap sürpedi o. Kitap sürpegen çağda bir adam bir mukapatılış hakkı battı deydi. Çok olmamış ya. Ha mukapatılış. Anda mukapatını beğensen bak kulunu beğenmeyme deyiş hakkı battı manında. Yani şu manasını mandağı dese bu okşamaydı deyim. Bihilaf diyen bu kıyas ma'al farik demekçi. Lahu habsu alel cu'l ceale meselesi var. Ceale diyen mukapatlaş. Bir ayette dedi o Yusuf Aleyhisselam'a karşısında. قالوا نفقد سؤال الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Bir ulakka yüklügüdek açlık mükafat vuraman dedi. İşte ama himlu ba'ir. Himlu ba'ir degen keçiga ya işekka ya ki bir tüyge atqıdak bir 8 kilo açlıkını gösterdi. Bundan başkan da hadislerdim o aşında sahabildin rivayetlik egen. Bunda bir ahval boğan iken de bir yerde mükafatını beğenmesen kulunu beğenmeyme dep turalalaydı o dese onun okşamaydı. Ve illem yekun li'ameli eser. Mana bunu da kuldu mesela hiç kanda bir özgertiş kirgizmedi kulga. Aynen tutuptu de. Bunun kuldu bir hakkı yok. Nime üçünse li'ennehu urifa nassan. Çünkü bu nas bilen ispatlangan hak. Nasıl olmuş? Ve limen ca'a bihi himlu ba'ir ve ana bihi za'im. Ayet bağı. Mükafat. Hakkın bağımına. Ma ayetiyle ispatlandı. Onun başka sahabe-i kiramlardan mesela İbn Mesud radıyallahu anhu vakalıkta Ebu Amr Şeybani deptiken asabtu gılmanen ebaqan baligin فذكرت ذلك لابن مسعود فقال الأجر والغنيمة قلت هذا الأجر فما الغنيمة قال 40 درهما عن كل رأس İmam Beyhaqi Sünen'de rivayet kılgan Abdurrazzak Musannaf'ta rivayet kılgan. Yani bir kulga her bir kişiye 40 tengiden mükafatlaş hakkın var demekçi. Ömer radıyallahu anh İbn Ebi Şeybe Musannaf'da rivayet kılışça qada fi ja'lil abiqi 40 dirhemen. Yani şu ketken kulunu teppagen kişiye 40 tenge mükafat hüküm pişiptike. Demek bundan nasıl bolgan eken bu bunu okşamaydı. Ve li'ennehu kana ala şerefil helaki ve kad ahyahu bir radd. Yani bu kul kaçıp gitip ya adam bayağı baran böyle şehir giren böyle çöl bayağı oldu ya böyle kaçıp jürüp böyle yapıp gitişimken şehir yolu aslayıp gitişimken ya ki ölüp kılışımken açlıktın. Ölüp kılış ihtimallık battı. Ve kad ahyahu bir radd. En tutup ekilip hayat kaldığandek buldu deydi. Ahya diyen hem de bunun hayatlıkını kovdap kaldı deyin gep. Men ahyaha fekenneme ahyan nase cemiyan. El ahya hakikatuhu min Allah Teala. Şuna ama lekin bu hayatını kovdap kılışka bir sebepçi oldu. Demek ikisi kaytırpadı. İkisi kaytırpagın işi hudde fekennehu ba'ahu. Hudde bunu satkan okşaydı. Hayır bu ne ibaretmiş delil? Kıyas. Bir kulunu satkan bolsan, ya bir tavarını satkan bolsan, pulusunu tulanlandın, eşki tanımanı deyttuğa, tutukuluş hakkımız bolgandak, bunu mu huddi ilgisige bir satkan nasige okşaş. Bu bir kıyas ki. Qala ve izâ şüreta alâ's-sâni'i el-amelu binefsihi. Eğer yallıgıçı bir hünerin kasıbını yallıgan bolsa, üzen kıpırsa dep şart kıptı. Bu işine özen kıpırsa mesela nar üstü bir pulaçı. Usta. Bu toyga pula oşumuz bu muayesel özleri etipirla. Ya öy sapmakçı bu öy nasıl özleri sapırla. Şagirtleri sapması bulmaydı. Ya ki bir maşinçi
mush kostyumni sizlar o'zlari tikib birlar deb shart qilgan bo'lsa, laysa lahu an yastamila ghayrahu. Uningdan boshqani ishlatib qilpas bo'lmaydi. Agar undan boshqalar uningdan obdara qiladigan bo'lsa, yana bo'lmaydi. Nima uchun? Ijaraga oluvchi balki, ya'ni yollovchi balki bu odamga ma'lum bir aloyidlikni ko'z tutib turib, o'zing qilib birsa deb shart qilgan bo'lishi mumkin. Shunami? Masalan bir Uyg'ur mashinchi deylar, mashinchi o'zlari tikib birlar dedi. Buni qo'li Xitoymi ishlar ekan. Ham bu ustam qanday qilib ma Xitoy mendan obdara tikibdi mana deb Xitoy qildisi bo'lmaydi. Chunki ayollovchi asla maqsadi nima? Ma pul Uyg'urga kelsin demoqchi edi. Shunami? Ha. لأن العمل يختلف باختلاف الصناع جودة ورداءة. Çünkü bu İslam'ı Yunan kasıplarınki bazı ahvallar qarab ya yaxshi süpetlik oldu ya ki naçır olup oldu. فَكَانَ الشَّرْطُ مُفِيدًا. Şuna bir yerde şart, faydalı şart. Yani bu şeriat kullanılan şart dedi. فَيَتَعَيَّنُ كَمَا تَتَعَيَّنُ الْمَنْفَعَةُ فِي مَحَلٍ بَعِينِهِ. Şuna şu adamın işlep birisi muayyenleşip gidiyor. Xuddi mesela ma'lum bir manfaat, ma'lum bir ijaraga ilingan narsada muayyenleşip ketgandek. Masalan, mashina kiraveradigan bir do'kon bor desak, bunda 5 mashina bor. Biz bir to'yni o'tkazmoqchi, bir mashinani deyishdik. Shu mashinada BMW. Tamam? Ha, to'yni qora mashinada, oq mashinada, manda markalik mashinada o'tkazdi, planladim va shuni deyishdik. Çünkü o to'ykini boshqa mashinaga yotib qo'ysa bo'lmaydi. Men to'yni dag'dug'liq ashunda shahar o'tkazmoqchi. Unda ekan shu to'yda ishiladigan oldigan manfaat nimaga mo'yallashib ketdi? Shu mashina BMW ya Mercedes, shu qora ranglik manchinining modeli degan shu mashina mo'yallashib ketgandek, yoki ot desak, masalan, otni kiralagan bo'lsa, falani sifatlik chidan turuq desak, onun xuy mijazi boshqa nima tarafdan biz maqsad qilgan bir nima bor unda. Va in utliqa lahu al-amal, masalan sen o'zing qilib birsa demay, mush ishni qilib birla deb shartsiz to'xtamlashgan bo'lsa, falahu an ya'mala bi nafsihi va ghayrihi. O'zi qilpasin bo'ldi, boshqalar qildisin bo'ldi. Chunki bu yerda maqsad shu ish kim qilishidan qat'iy nazar shu ish o'ziz qilishsi bo'ldi. Li'annal mustahaqqa mutlaqal amal. Chunki bu yerda talab qilingan narsa yallıgıcı akıllı olduğun narsa şu işinin özü. Kim kılışının qat'i nazar. Ve yumkin o ifa'u bi nefsi ve bi gayrihi. Onu özü qıpasın, başqısı qıpasın bula orada. Faftaraqa. Şuna mutlak toxtam qilgan ahvalda o'xshamaydi. Yani şart qilgan ahval bilan mavi ikkisi o'xshamaydi. Masalan bu nimaga o'xshaydi desa, qarzni to'lashga o'xshash. Masalan birisi ilishi bor. Bu ilishi masalan qarzga bo'g'ilgan kishi o'zi akilib bersin. Ya o bir ağınisini ivatsun, şu pulunu ivatipti. Maksat asıl oldu. Çok mu özen kilip birden daydıgan şart yok bu yerde demekçi. Qala ve in qala in sekente hadal hanuta attaran bidirhem ve haddadan bidirhemeyni caze. Eğer dükkan egisi bu dükkanda sen etir dükkanı açıp kalsan bir tenge kirası. Eğer tümücülük dükkanı açıp kalsan 2 tenge degan bo'lsa to'g'ri bo'ldi dedi. Bu imomning qarashi, ha? Nima uchun to'g'ri bo'ldi? Chunki bu yerda shaqqi aniq. Va il amalayni amila lazimahu. Ishni qasin qilsa, shuningga deyishgan shaqqi ya kira kuchga ega bo'ldi. Vastahaqqal musamma fihi. Shuningda tilga olgan kirani to'laydi. Masalan, atir dukani ochib qolsa 1 tanga to'laydi. To'michilik dukani ochib qolsa 2 tanga to'laydi. Va qala, ya'ni sohiban deydi, al-ijara fasida. Bu yerda ijara to'xtami fasid bo'lib ketadi. Nima uchun? Chunki bu yerda ijara hozir aniq emas deydi. Yani qaysi ijara kirdiganligini bu yollovchi bilmaydi, yani kiraga beruvchi bilmaydi. Ama hozir o qonun tanlaydi, aniq emas. Ha. To'xtam obyektiv aniq emas. Hozir bu sening do'koningda to'michilik qilamdi yoki atir do'konini hech foydalanamdi, bu aniq emas. Shu joiz bo'lmaydi. Yani bu sohibanning qarashi boshqa 3 imamning qarashi. Bunda imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi yolg'izlam chiqib qolgan. Va ala hadal xilaf, mushu ixtilof bo'yicha idza istajara dabbatan ila al-hirati bidirham. Yani bu o'xshash masalalar ko'p. Masalan,
Muşu meselelerde ikki xil qarash bo'lib qoldi deydi. Bir ulag'ni hiyriga kiralagan bo'lsa, bir tengiga, hiyriga bir tanga, hodisiyaga opirib qolsam 2 tanga. Bir otni kiraldi, ya bir mashinani kiraldi shuni ama. Hiyra degan Iroqning o'ttiridagi bir şey. Hodisiyami Iroqdagi bir şey. Mashhur g'azot jang bo'lgan. Masalan, bir mashinani kiraldi deydi. Urumchidan men Xotanga berib qolsam 500 ko'y berma, Qashqarga berib qolsam 400 ko'y berma deb kiralabdi. Mushunimi ish qil qarash bo'ldi deydi. Sohiban va jumhurning qarashida ijara fasida. İmam Abu Hanifa'nın nazarida ijara sahih. Yani bir masala ev in hamala alayha kurra şairin fe bidirhem ve kurra hintatin bidirhemeyn. Eğer bir maşini kiralap mesela bunun da ya bir ulag değil ya maşini kiralap bir kur arpa yüklisan yütkisen bunun da bir tenge. Bir kur buğday yütkisen 2 tenge değilsimi şundadır. Yani kur diyen nima? Irak'ninki kemçen ölçümü. Bu yusavi 6 avqar. Vikr şu himli ba'ir dedik o. Bunda isalsak 380 kilodek bir çıkdı. Bir maşini mesela 400 kilo binasa ya yarım tonlu binasa apırmadı. Lekin bundan da apı ötkep qalsam bir tenge, buğday ötkisem 2 tenge verme degan bo'lsa deydi. Hani bu ötkediğin naslının tabiiyeti o'xshashamas. Mesela yağ ötkişi mümkün, benzin ötkişi mümkün, o'tkitib chiqadigan, ya paxta ötkişi mümkün, o'tkitadigan, ya yağaç, tümi ötkişi mümkün, naat egi maşina besin bo'lgan, ma'lum bir joyga besin bo'lgan. Mesela her türlü nimasi o'xshamaydi. Muş meselelerden mısta şıkıl qaraşba. Lahuma yani lissahibayn ve lil cumhur deyle. Çünkü başka 3 imam mı sahiben elhamdülillah. Ennel ma'qud aleyhi ahadu şey'ayn. Nim için icare fasid oldu? Ya to'xtam 2 narsaga to'xtam bo'ldi. Yani 2ning biriga to'xtam bo'ldi. 2ning biri aniqmi? Aniq emas. Vel ecru ahadul ujratayn. Shaqqimi, kirami 2ning biri. Lekin aniq emas. Muayyenleştirildi. Ve tecibu bit tahliyeti ve teslim. Bu çağda bu iş hakkı kaçan vacip oldu? Şunu tapşırgan çağda. Şu maşinini tapşırgan çağda vacip oldu o. Tahliye diyen bana. Aynı maşini bana açık şey. İşlesler diyen çağda. Teslim diyen tapşırgan çağda. Şu çağda eneqamaz. Bu neye vardı bu maşin neydi? Bunun nimi yükleydi o? Eneqamaz. Bihilafil khiyatati ar-rumiyeti vel farisiye. Yani bir yerde bihilaf degene aslında ma meselede biz siz degen bo'yicha qaragan to'q. Lekin miya kelgan chaqda biz boshqa chiqardik. Lekin ahvo bunga o'xshamaydi. Buni qiyos qilsak bo'lmaydi. U masalani aytdi al-khiyatatu rumiyya val farsi. Masalan, Yevropa posunda tikpasilar manchpul, Yapon posunda tikpasi manchpul degan bo'lsa, joiz bo'ldi deydi. Boshqa masalada. Bu shu sahiban val jumhur. Endi biz İmam Abu Hanifa'nın bu ikkining birini aniq belgilemay nima qilgancha ma'qul da'vat qilganligi desa uni o'xshamaydi deydi. Lianna al-ujrata tajibu bil amal. Çünkü bu yerda ish haqqi ishni boshlashlar vojib bo'ldi. Ishni boshlashlar vojib bo'lganda shunda ishni boshlagan chaqda va bihi tartafiul jahalatu faftariqa. Bu yerda noma'lumlik ko'tarilib ketdi. Shu tikishni shunda boshlasa, Yevropa posoni shunda kesdimi? Şu çağda Avrupa sınıfı bulaptı, eniqlab ketdi deydi. Lekin ma'noda shu kesini boshlash masalasi emas. Bu mashinani shunda topshirib bergandikilar taqa u biznes yuklimisin, Qashqa Xotanga bormisin, shu chaqdan vojib bo'lib ketdi deydi. Shu noma'lumda, boshlanganda noma'lum bu deydi. Wa li Abi Hanifa rahimahullah an imamning dalili annahu khayyarahu bayna aqdayn muxtalifayn sahihayn. Bu ikki to'g'ri va sog'lom o'xshamagan ikki to'xtam o'tirdi, ixtiyorlikni berdi. Tallat qizdi. Lianna suknal attari tukhalifu suknal haddad. Atirchining dukachi bilan tumichining dukachi farqli. Ya'ni u qo'shnilar bir aram bo'ldi, dukanni qaraytirdi, istitak shunama. Hatta la tadkhulu fi mutlaqil aqd. Shunga masalan hech qanday nima bekitmay, manda dukan nima, mush dukanni jag'iraman degan bo'lsa, keyin andin o'sha shart qilib turib, yo'q, atir dukachilar buningda deb belgiligili bo'lmaydi shunama. Yani şerh turağılı bo'lmaydi. Ve kada baqiyatul masal. Onun başka masalalarmi shunda, yani şu
إلى الحيرة بدرهم وإلى القادسية بدرهمين ياكي إن حمل عليه كر شعير فبدرهم وكر حدة بدرهم ديان نجيق مسألة مش أخشاش والإجارة تعقد للمنفعة إيجار ديان منفعت üçün kılınan toxtam. Bu yerda manfaat hozir aniq bo'lgandikan, ikki toxtam ayrim sog'lom bo'lgandikan, ikkining birisini tanlash bergandikan, tanlasam bo'ldi emasmi demoqchi. Va indahuma ana ikkilancho va jumhur bunday tartafi'ul jahalatu fayasihhu kal farisiyya va rumiyya. Yani tikmichilik qilgan chaqda ve namalımlık kötürülüp ketidi, şundan to'g'ri bo'ldi deydi. Yani aşında bir işler, ma'lum işlarda namalımlık kötürülüp ketadigan işlarda işte başlaşılan to'g'ri bo'ldi deydi. Lekin ma'nında ço mashinani topshirib berishlar aniq bo'lib ketmaydi. Ve in vajabal ajru bit taslimi yajib aqalluhuma lit tayaqqun bihi. Yani mush masalada aşı mashinani shunda topshirishlar ajr vojib bo'lib ketadi dedik-ku. Yani mesela İmam Abu Hanife'nin karşı boyunca doğru buldu bu. Şey buldu. Yani bu yada muşun tapşırışıyla kiranı bir işi vacip buldu demiş. Ama bu çağda bu kişinin kasığı kira vurdu. Yecib akalluhuma bu çağda az kira töledigannı vurdu. Niçin? Çünkü o mutayakkını. Mesela Kaşgar'a basam muş maşinini işleti. 200 koy birime, Xotenga edip basam 500 koy birime diyen bolsa bu çağda maşini tapşırıp alınca 200 koyunu to'laydi. Keyin andın Qashqar borma Xotenga edip ketgan bo'lsa, ustiga 100ni qo'shib qo'ydi. Endi bu yerda vajabal ajr bit taslim dedi. Tapşırıp bergan chaqda vojib bo'ldi. Foydalanmasa, masalan Qashqarga bormisimi? Masalan Qashqarga Xotenga bormanda mashina ijaraga oldi. Ma'lum sabablar bilan ish chiqib qilib, bu mashinani ishning oldida to'xtatib qo'yib, bormidi. 200 koyunu to'laydi. Ama ولو قال إن خط هذا الثوب فارسيا فبدرهم وروميا فبدرهمين. عند أجقردا لقى ما عندا بوسا bu o'xshamaydi deb misol keltirdi-ku. Shu masalani hozir tilga oldim. Agar bu kiyimni farscha tikib bersangiz 1 tanga, yevropacha tikib bersangiz 2 tanga degan bo'lsa, joiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda sohibanmi joiz bo'ldi demoqchisiz, ama وأي العملين عمل استحق أجرته. İkisinin qaysini qilsa, şu ishning shaqqini olishga haq bo'ldi. وقد مر وجهه. Buni yuqorqi talashlatishda bayon qildi. Buningda ashabına yani imam ve sahiben shulaylan o'xshash qarashda. Shu yuqorqi masalada İmam Abu Hanifa sahibanga mushu masalani chinab turib ama siz ma masalada majhul bo'lib qoldi, fasid bo'lib qoldi demagantingiz. Muşun o'xshashdi deb turadi. Va qala Zufar ma masalda Zufar yolg'iz qolgan. Al ijaratu fasidatun li jahalatil badali fil hal. Bu yerda hozir badal aniq emas. Ya'ni bu yerda ishmi aniq emas, pulmi aniq emas. Ishkili badal aniq emas hozir. Bunda bo'lgan ekan, bu yerda majhullik qolib qoldi, aniqsizlik qolib qoldi. Aniqsizlik bo'lgan ekan, bu yerda bu ijara fasid bo'lib ketdi dedi. وجوابه ما مر. Yani biz yuqorida tartafi'ul jahalatu bil amal degandik. Yani ishni shunda boshlashilan jahalat, yani aniqsizlik ko'tarilib ketib, aniq bo'lib ketadi. Shundan bu to'g'ri bo'laverdi degandik. Dasmi shaych bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astagfiruka va atubu ilayk. Biz oxirgi darsda 2016 10-oyda Mısır'daki Şari Bukhari'deki dersxonamizda qilgan. Shu chog'da ansizchilik qilib ketib dars to'xtatgandan keyin tunjulab o'tgan darsimiz shu inshaalloh oyog'ini mushtarakada davomlashtirmoqmiz. Vallohu a'lamu bis-savab va ilayhil marji wal ma'ab. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.